Bugun sotuvimizda Belarus 82 ni radnoyini qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar, videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Bu texnikamiz Namangan viloyati Mingbuloq tumani 3 qishlog'ida ishga soz holatda texnikamiz turibdi. Buni yillari 90-yil zavodskoy 82 bo'lib chiqqan, o'sha ekspert varianti bo'lib chiqqan texnikamiz Zatnimus motor korobkalari juda ham soz holatda ishga tayyor, oldilari ishlaydigandan bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini eshitishdan oldin bitta like bosib qo'yasizlar. Buni narxi 90 million kami bor deb aytib o'tishyapti. Akamiz nomerlari yozilgan, aloqaga chiqarasizlar. Texnikamizda umuman ayb, nuqson, kamchiliklar yo'q. Shunga borib ish ko'radigan holatda turibdi. Qishloq xo'jalik hamma navoratlarigacha ishlaydi texnikamiz. Zavodskoy holatda texnikamiz. Ushbu texnikamizda dokumentida muammo yo'q, sraz notarius bo'laveradi, oldi ishlaydi, oldlari tortadi, video ishlari yaxshi holatda ko'rib turibsizlar. Bolalarda ham yorug' yo'q. Orqalari 15,5 balon diskada, motorlari ham avtorasxoti yo'q, soz holatida. Texnikamiz akkumulyator, starter ko'rib turibsizlar. Texnikamiz umuman rasxotlar yo'q. Oldlarda dozator qo'yib qo'yilgan. Ko'jiq, rama, lanjirlarida yorug' yo'qdan ko'rib turibsizlar. Bu ko'jiqda ham yorug'i yo'q. O'zim ko'rdim, o'z ko'zim bilan texnikani ham minib ko'rdim. Yaxshi holatda, shu radnoydan qidirib yurgan akalarimiz eski vipskani o'sha zo'ridan, shu sizlar so'raganidan chiqib qoldi, qo'yib borilyapti, ko'rib turibsizlar. Salon holatlarini ham ko'rsataman. Balonlari 15,5 balon diskada, holatlari juda ham soz holatda. Kabina holatlarida ham so'rkilar yo'q. Orqa qishloq xo'jaliklari ishlaydi. Yillari 90-yil. Prisepnoylari bor ekan, 15,5 balon diskada aytib o'tganimizdek. Kabinamizning salon holatlari ham juda ham ideal holatda turibdi. Hop, kardallari bor. Tomonlarida. Texnikamiz ko'zga tashlanib turibdi. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, bu texnikamiz yurgizib shu yerda o'zida sizlar uchun ko'rsatib beramiz. Endigi holatda texnikamizni salon holatlariga, salon qismlariga ko'ramiz. Dozator bu yerda signallarni qo'yib qo'yishgan ekan, ko'rib turibsizlar. Suitlari bor, hamma navoratlari yaxshi holatda. Bismillahirrohmanirrohim. Texnikamizning salon holatlari. Tomondagi chaklari, magnitofon.